Turkiyaga sayohat qilmoqchisiz, ammo qayerga borishni bilmayapsizmi? Bugun sizga Turkiyadagi eng chiroyli va mashhur top 5 ta joyni ko'rsataman. Bundan oldin siz sayohatlar haqida qiziqarli ma'lumotlar olish uchun bizni YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosib qo'ying. Birinchi joyimiz Kapadokiya. Kapadokiya ertaknamo manzaralari, havo sharlari bilan mashhur quyosh chiqishi bu joyda haqiqiy mo'jizaga aylanadi. Bu yerda siz oilaviy kelib havo sharlarida dunyoning mo'jizalaridan bahra olishingiz mumkin. Ikkinchi joyimiz hammaga mashhur Istanbul shahri. Istanbul tarixiy zamonaviylikni uyg'unlashtirgan shahar. Ayo Sofiya, Ko'k masjid, Bosfor bo'g'ozi bu yerning ramzi hisoblanadi. Uchinchi joyimiz Pamukkale. Bu oppoq travertin bilan dunyoga mashhur joy hisoblanadi. Nafaqat chiroyli, balki sog'liq uchun ham foydali hisoblanadi. To'rtinchi joyimiz esa Antalya. Antalya dengiz va quyosh dam olish maskani. Bu yerda hamma narsa qulay, hashamatli hisoblanadi. Beshinchi joyimiz esa Oluv dengizi. Dunyodagi eng chiroyli plyajlardan biri. Bu yerda paraplan bilan uchish juda mashhur. Agar sayohatni yoqtirsangiz, videoga like va kanalga obuna bo'lib qo'ying.